Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Xo'p, demak, attestatsiya savollari bazasini ikkinchi testini ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi savol demak bahorda tushgan savollar bo'ladi. Mana 2025-yil bahorda tushgan savol. Bu yerda 7 ni 201 darajasini 23 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. Buning uchun bizda bu sonlar, ya'ni mana bu 7 va 23 sonlari o'zaro tub hisoblanadi, ya'ni ularning ekubi 1 ga teng va 23 ni o'zi tub son bo'lganligi uchun bu sonlar Fermatning kichik teoremasiga tushadi. Ya'ni 7 ni darajasida 22 ni 23 ga bo'lganda qoldiq 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, demak, endi biz mana bu 201 sonini 22 ga bo'lamiz. Mana bu songa bo'lamiz. O'shanda 201 ni 22 ga bo'ladigan bo'lsak, 9 dan beraman. Endi bu yerda 8 198 bo'lar ekan, ayiramiz 3. Demak, 3 qoldiq qolyapti. 3 qoldiq qolsa, demak biz mana bu 7 darajasi 201 ni quyidagicha yozib olamiz. 7 ni darajasida 201 bizda teng bo'ladi. 7 ni demak 22 ko'paytirilgan 9 plus 3-darajasi. Ya'ni 7 ni 22-chisi ning 9-darajasi ko'paytirilgan 7 ni kubi. Xo'p, Fermatning kichik teoremasiga ko'ra mana bu son, ya'ni 7 darajasi 22 ni 23 ga bo'ladigan bo'lsam, bir qoldiq qoladi. Demak, bu yerda qoldiq 1 ni 9-darajasi bo'lyapti. Bu yerda esa 7 ni kubi 343 ga tengligini bilamiz. Xo'p, 1 ni 9-darajasi 1 ga teng, ko'paytma 343 ga teng. Xo'p, endi 343 ni 23 ga bo'lamiz. Necha qoldiq qoladi, o'shani aniqlaymiz. 343 ni bo'lamiz 23 ga. Buning ichida demak bittadan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 23 bo'ladi. 11, 3 ni tushiramiz. Xo'p, buning ichida 4 tadan beramiz. 2, 8, 92 bo'lar ekan. Ayirmamiz o'shanda 1, 2. 21 ga teng bo'ladi. Ya'ni 21 qoldiq qolar ekan. Ya'ni bizda D javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, ikkinchi savolimiz ham 2025-yil bahorda tushgan savol ekan. Bu masalamiz sal qiziqroq masala. Uchburchakning medianalari 9, 12, 15 ga teng deyapti. Uchburchakning yuzini topishimiz kerak. Demak, 3 ta medianasi berilgan uchburchakni uni yuzini aniqlashimiz kerak. Buning uchun o'sha formula ham qilingan. 3 ta medianasi orqali yuzini topish formulasi ham bor bizda. O'shanga qo'yib hisoblasak ham bo'ladi, hech qanday muammosi yo'q. Lekin buni osonroq usulda yechishga harakat qilamiz. Buning uchun bizga quyidagi uchburchak kerak bo'ladi. Xo'p, uchburchakni chizib oldik. Endi medianalarni joylashtiramiz. Birinchi medianamiz demak 9 ga teng ekan uzunligi. Keling buni mana bu mediana qilamiz. Ya'ni mana bu qizil rangli medianamiz uzunligi 9 ga teng. Demak, ular kesish nuqtasidan 2/1 nisbatda bo'linadi. Demak, bu yerni 3 ga, bu yerni esa 9 ga teng deb olamiz. 6 ga teng deb olamiz. Chunki 2 dan 1, ya'ni 3 dan 2 qismi bo'ladi 9 ni. Yo'q, 6 ga teng bo'ladi. Endi uzunligi 12 ga teng bo'lgan medianamiz mana bu mediana bo'lsin. Bu yeri 4 ga teng bo'ladi, bu yer esa 8 ga teng bo'ladi. Va uzunligi 15 ga teng mediana mana bu medianamiz bo'ladi. Bu 5 va 10 bo'ladi uzunliklar. Xo'p, endi e'tibor berasiz. Bizda mana bu uchburchak hosil bo'lyapti. Mana bu uchburchakda mana bu mediana vazifasini bajaryapti. Demak, ikkita medianasi, ya'ni ikkita tomoni berilgan uchburchagimizni 3-tomonga tushgan medianasi ham bor, lekin 3-tomon noma'lum. Demak, bu yerni qandaydir A bilan belgilab olamiz. Xo'p, bu orqali demak biz 3-tomonni aniqlab olamiz. Xo'p, demak 5 teng bo'ladi. 1 taqsim 2 ildiz ostida 2 ko'paytirilgan 6 ni kvadrati plus 8 ni kvadrati minus a kvadrat.
Hop 2 bilan 5 ko'payib 10 bo'ladi. 2 tomondan kvadratga oshiradigan bo'lsak 100 teng bu yerda 200 hosil bo'ladi minus a kvadrat. Demak, a ning qiymati bizda 10 ga teng bo'lib qolyapti. A ning qiymati 10 ga teng bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beraylik. Mana bu uchburchakimiz to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladi. Chunki tomonlari 6, 8, 10 ga teng bo'lyapti. Demak, mediana tashkil qilgan mana bu uchburchagimiz bizda to'g'ri burchakli uchburchak. Va buni yuzini aniqlab 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizga uchburchakning yuzi hosil bo'ladi. Xo'p, demak, yuzasini aniqlaymiz. Buni keling S1 bilan belgilab olamiz. S1imiz demak 6 ko'paytirilgan 8 taqsim 2 ga teng. Xo'p, bu endi qisqaradigan bo'lsa 3 24 ga teng bo'lar ekan. Demak, uchburchagimizning yuzasi esa bu uchburchakdan 3 marta katta, ya'ni 3 ko'paygan 24, 72 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda B javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, 3-savolimiz kuzda tushgan savol ekan. Px ko'pxat quyidagi ko'rinishda berilgan. Bu ko'pxatni x plus 2 ga bo'lgandagi qoldiqni aniqlang deyapti. Bizda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ko'pxatimizda A parametr qatnashyapti. Lekin bu ko'pxat bo'lishi uchun mana bu ildiz osti qatnashmasligi kerak. Ya'ni bilamizki, ko'pxatni mana bu tashkil qilgan bir xatlarimiz bir xat bo'lishi uchun uni darajasida kasr son yoki ya'ni harflarning darajasida kasr son yoki manfiy sonlar bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun biz mana bu ifodani ildizdan qutqarishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz a ni 0 deb hisoblaymiz. O'shanda px ko'pxatning ko'rinishi a 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, e'tibor bering, bu yerda ildiz osti x ni kvadrati bo'ladi va ildiz ketadi. Ya'ni x ni o'zi qoladi. Plus x kvadrat minus ax plus 4 bo'ladi. Endi bizga mana bu x plus 2 ga bo'lgandagi qoldiqni so'rayapti. O'shaning uchun x ni o'rniga 2 ni qo'yamiz. Ya'ni minus 2 ni qo'yamiz. Shunda minus 2 plus 4 plus 2a. Shoshmang, bu yerda a qatnashgan, bu ham 0 ga teng bo'ladi, chunki a 0 ga teng edi. Plus 4 keling bu tomonda 0 qilib yuboramiz. Bu demak 0 ga teng. Demak, minus 2 plus 8 teng demak 6 ga. Demak, 6 degan javob bo'ladi bizda. Bunga teng. Xo'p, keyingi 4-savolimiz endi bu y chiziqli trapetsiya yuzini topishga doir masala. Chegaralangan sohaning yuzini aniqlang deyapti. Demak, biz bu yerdan mana bu funksiyadan y ni aniqlab olamiz. Buning uchun demak, ildiz osti x nariga tomonga o'tkazib 2 tomondan kvadratga oshiramiz. O'shanda bizda 2 minus ildiz osti x ning kvadrati hosil bo'ladi. Bu 4 minus 4 ildiz osti x plus x ga teng. Xo'p, endi mana bu bo'yalgan sohani yuzini aniqlash uchun biz bundan integral olamiz. Ya'ni s teng bo'ladi. Integral chegara ma'lum 0 dan 4 gacha bo'lyapti. 0 dan 4 gacha 4 minus 4 ildiz osti x plus x demak integrali. Xo'p, demak bu teng bo'ladi 4x minus 4 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 x ildiz osti x bo'ladi. Plus x kvadrat taqsim 2. Bu endi 0 dan 4 gacha. Xo'p, 4 ni qo'yadigan bo'lsak 16 minus xo'p bu yerda 4 8 16 64 taqsim 3 bo'lar ekan. Plusdan bu yerda 8 qoladi. 0 ni qo'ysak 0 endi. Demak 24 minus 64 taqsim 3. Bunga 3 tadan mahraj bersak 72, 64 ni ayiramiz 8 taqsim 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda D javob to'g'ri bo'ladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bu savolimiz 5-savol. Xo'p, tenglama nechta yechimga ega deb savol beryapti. Bu nechta yechimga ega deb so'rasa, albatta grafik usulida yechishgan ham ma'qul bo'ladi. Yuzasida grafik usulida yechiladi bu masalamiz. Ya'ni bu yerda ko'paytirish bo'lganligi uchun biz modul x ni nariga tomonga bo'lish qilib o'tkazamiz. O'shanda bizda x ni kvadrati minus 4 teng bo'ladi. Minus 1 taqsim modul ichida x.
Xo'p, endi bu funksiyani grafikini yasaymiz. Endi har birini yasaymiz. Birinchisi endi parabola. Parabolamizni demak ko'rinish mana bu ko'rinishda bo'ladi. -1, -2, -3, -4 bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu nuqtadan bu tomon yo'naladi, keyin bu tomonda bo'ladi. Va mana bilasizki, bu yer 2 ga teng, bu yer esa -2 ga teng. Bu yer -4 ga teng bo'lyapti. Endi ikkinchisi bu modul x funksiya. Modul x funksiya bir taqsim modul x bo'ladi. Giperbola bo'ladi, lekin bu yerda modul qatnashgan. O'shaning uchun ikkalasini ham grafigi, ya'ni bilasiz, giperbolada ikki qismga bo'linardi. Bu yerda modul ham manfiy son bor oldi. O'shaning uchun x o'qidan pastda bo'ladi grafiklari. Ya'ni ko'rinish quyidagicha bo'ladi. Ya'ni bu -1 da -1 ga teng, 1 da ham -1 ga teng bo'lyapti. Ko'rinishi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Taxminan endi bu. Endi ikkalasi qaysi nuqtalarda kesishyapti? 1, 2, 3, 4 ta. Demak, 4 ta haqiqiy yechimga ega bo'ladi. 4 ta yechimga ega. Ya'ni bizda D javob to'g'ri bo'ladi. 6-masala geometrik masala berilgan. Bu bahorda 2025-yil tushgan savol ekan. Rasmdagi ma'lumotlar asosida BDS uchburchak yuzini toping deyapti. Xo'p, buning uchun uchburchakka diqqat bilan qaraymiz. Bu yerda AB tomon BD tomonga teng bo'lyapti. Va mana bu ABD burchagimiz 120 ga teng ekan. Demak, bizdan mana bo'yalgan soha yuzini so'rayapti. Shuning uchun bizga balandlikni topish yetarli bu yerda. B nuqtadan AC to'g'ri chiziqqa, demak, balandlik tushiramiz. Va bu balandlik bilasizki, teng oldi uchburchak bo'lganligi uchun mana bu AD kesmani teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni bu yer 12, bu yer ham 12 ga teng bo'ladi. Va mana bu burchaklarimizni har biri 60 gradusdan bo'lib qoladi. Bu yerni h deb oladigan bo'lsak, tangens 60 gradusimiz bizda endi 12 taqsim h ga teng ekan. Bu izosi 3 ga teng, 12 taqsim h bo'lyapti. H ning qiymati 12 taqsim izosida 3. Ya'ni 4 izosida 3 ga teng bo'lyapti. Xo'p, endi uchburchak yuzini aniqlash uchun asosini balandligiga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. Ya'ni S BDS uchburchagimiz 1 taqsim 2 ko'paytirilgan DS ko'paytirilgan h bo'lyapti. Demak, 1 taqsim 2 ko'paygan 8 ko'paytirilgan 4 izosida 3. Bu yerda 4 qoladi, demak 16 izosida 3 bo'lar ekan. Ya'ni bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi. Xo'p, keyingi savolimiz 7-savol. Bu yerda demak trapeziya berilgan. ABCD trapeziyaning yuzi 60 ga teng deyapti. EF uning o'rta chizig'i bo'lsa, mana bu bo'yalgan to'rt burchaklar yig'indisini, yuzlari yig'indisini topishimiz kerak. Xo'p, buning uchun bizga o'xshashlik kerak bo'ladi. O'xshashlik bo'lganda ham o'rta chiziqqa bog'liq bo'lgan. Xo'p, uchburchak berilgan mana. Qandaydir uchburchak. Uni o'rta chizig'ini o'tkazamiz. O'rta chiziq bilasiz, yon tomonlarni teng 2 ga bo'ladi. Va bizda mana bu yerda kichik uchburchak hosil bo'ladi. Bu uchburchagimizni, demak, yuzasi S ga teng bo'ladigan bo'lsa, katta uchburchakning yuzasi 4S ga teng bo'ladi. Bu qayerdan kelib chiqadi? Mana qarang. S ni S uchburchak yuziga nisbati, mana bu yerni x desak, bu yer ham x bo'ladigan bo'lsa, x ni 2x ga nisbatini kvadrati bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 4 bo'ladi. Demak, S uchburchagimiz bizda, ya'ni katta uchburchagimiz 4S ga teng bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadiki, mana bu 4 burchak, ya'ni trapeziyamizning yuzi 3S ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, mana shu xossani hozirgi masalada qo'llaymiz, qarang. Biz mana bu uchburchak yuzini S1 deb oladigan bo'lsak, mana bu
A, B, K, Y to'rtburchagimizni yuzasi 3S1 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday bu yerni S2 deb oladigan bo'lsak, mana bu DKFS trapetsiyamiz yuzi 3S2 ga teng bo'ladi. Endi bularni barchasini yig'indisi, ya'ni to'rttasini yig'indisi trapetsiya yuzini beradi. Ya'ni 4S1 plus 4S2 bizda 60 ga teng. Bundan esa S1 plus S2 miz 15 ga teng bo'ladi. Bizdan 3S1 plus 3S2 ni qiymatini so'rayapti. Bu nimaga teng? Bu demak 3 ko'paytirilgan 15 ga, ya'ni 45 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda to'g'ri javob C javob bo'ladi. Xo'p, demak 8-masalamizda silindr berilgan, silindrni 45 gradusga og'dirganimizda uni ichidagi suyuqlik quyidagi ko'rinishga ega bo'lgan. Xo'p, bu yerda GF kesmani uzunligi 2 ga teng ekan. AO ning ya'ni radiusimiz 4 ga teng ekan. Endi bizdan so'rayapti, silindr ichidagi suyuqlikning hajmini aniqlang deyapti. Xo'p, buning uchun biz mana bu F nuqtadan A'siga perpendikulyar o'tkazamiz. Ya'ni bu yerda bu silindrni kesimi hisoblanadi, asosiga parallel bo'lgan kesimi. Xo'p, buni ham radiusi bilasiz 4 ga teng bo'lyapti. Endi e'tibor bering, bu yerdagi burchagimiz 45 gradus, demak, mana bu burchak ham 45 gradusga teng bo'ladi. Endi parallellikdan kelib chiqadi. Demak, bu yer 4 bo'ladigan bo'lsa, demak, mana bu nuqtadan C nuqtagacha bo'lgan masofa 8 ga teng bo'ladi. Chunki bu yer 90 gradus bo'lib, teng yo'lda to'g'ri burchak, uchburchak hosil bo'lyapti. Xo'p, endi ichidagi suyuqlik hajmini qanday aniqlaymiz? Buning uchun biz bu suyuqlikni ikkita qismga ajratib olamiz. Bu yerda to'la silindr tasvirlangan, mana bu pastki qismida to'la silindr bo'lyapti. Yuqorida esa yarim silindr bo'lyapti. O'shaning uchun buni V1, buni esa V2 deb olamiz. Xo'p, V1imiz teng, endi silindrning hajmi pi ko'paytirilgan asosini kvadrati, ya'ni radiusning kvadrati ko'paytirilgan 2. Demak, bu 32 pi ga teng. Buni aniqladik. Xo'p, endi V2 ni aniqlaymiz. V2 miz mana bu silindrni yarmi hisoblanadi. Silindrning yarmi. Ya'ni mana bu FDS, buni qandaydir K deymiz. FDS K silindrimizni yarmi hisoblanadi. O'shaning uchun uni hajmi teng bo'ladi bizda. Pi ko'paytirilgan, asosining radiusi baribir 4 ga teng, lekin balandlik 8 ga teng bo'lyapti. Shuni yarim. Demak, bu 64 pi ga teng bo'lar ekan. Endi bu ikkalasini yig'indisi, demak, suyuqlikni hajmiga teng bo'ladi. Demak, 96 pi ga teng. Bizda D javob to'g'ri ekan. Xo'p, keyingi 9-savolga o'tamiz. Barcha qirralari asos tekisligi bilan 45 gradusli burchak hosil qilgan piramidaning asosining tomonlari 6 cm ga teng bo'lgan muntazam 6 burchakdan iborat. Piramida yon sirtini yuzini aniqlang deyapti. Xo'p, demak, bizga piramida kerak. Piramidamizning asosi muntazam 6 burchakdan iborat va piramidaning barcha qirralari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qilyapti. Xo'p, muntazam 6 burchak chizdik. Endi piramidamizni hosil qilamiz. Xo'p, piramidamizni ham chizib oldik. Endi mana bu piramidamizning asosi muntazam 6 burchakning tomoni 6 ga teng ekan. Bilasizki, agar piramidaning yon qirralari asos tekisligi bilan bir xil burchak tashkil qiladigan bo'lsa, piramidaning balandligi asosiga tashkisilgan aylana markaziga tushadi. Ya'ni mana bu radius hisoblanadi. Tashkisilgan aylana radiusi, bu yer balandlik va mana bu burchak 45 gradusga teng bo'ladigan bo'lsa, balandligimiz
radiusga teng bo'lib qoladi. H teng R ekan. Endi bizda yana bitta narsa bor. Olti burchakka tashqi chizilgan, ya'ni muntazam olti burchakka tashqi chizilgan aylanar radiusi uni tomoniga teng bo'ladi. Ya'ni bu A ga teng. Bu esa 6 ga teng edi. Demak, piramidani balandligi 6 ga teng. Bu bizga kerak. Nima uchun? Chunki biz piramidani apofemasini aniqlashimiz kerak. Buning uchun endi bizga kichik radius kerak bo'ladi. Kichik radiusimiz teng mana bu uchburchakni balandligi bo'lib qolar ekan, ya'ni a izosti 3 taqsim 2 ga teng bo'lib qolar ekan. 6 izosti 3 taqsim 2 bu endi 3 izosti 3 bo'ladi. Xo'p, endi bu yer ham 90 gradus. Biz apofemani aniqlab olamiz. Bu yon yog'ini balandligi bo'ladi. F ni kvadrati teng, demak h kvadrat plus r kvadrat bo'ladi. H kvadratimiz 36 ga, bu esa 27 ga teng, demak bu 63 ga teng bo'ladi. Apofemamiz teng ekan. 3 izosti 7. Xo'p, endi bizdan yon sirtini yuzini so'rayapti. Shuning uchun yon sirti 6 ta teng uchburchakdan iborat. Demak, S teng 6 ko'paytirilgan 1 taqsim 2. Asosining uzunligi 6 ga teng. Uchburchagimizni balandligi esa apofema, ya'ni 3 izosti 7 bo'lyapti. Xo'p, bular qisqaradi, bu yerda 3 qoladi. Demak, 54 izosti 7 qolar ekan. Ya'ni to'g'ri javob bizda C javob bo'ladi. 10-chi. Vektorga doir masala berilgan. Berilganlardan foydalanib 2 minus b vektorining koordinatalarini toping deyapti. Oddiy masala. Demak, 2 vektorimiz minus b vektorimiz. A vektorining koordinatalarini 2 ga ko'paytiramiz. 6 yu 4 bo'ladi. Ayrilgan 4 minus 1 bo'ladi. Xo'p, endi ayiradigan bo'lsak, mos koordinatani ayiramiz. Bu yerda 2, bu yerda esa 5 hosil bo'ladi. Ya'ni bizda to'g'ri javob B javob. Shunday sodda masalalar ham bo'ladi. Bu masalamiz demak 2025-yil demo testda berilgan masala ekan. Xo'p, 11-chi. Tanga 8 marta ketma-ket uloqtirilganda deyapti. 5 ta raqam 3 ta gerb tomon necha xil ko'rinishda tushishi mumkin deyapti. Demak, 8 tadan 5 tasida raqam tomon tushgan, qolgan demak 3 tadan 3 tasida gerb tomon tushyapti. Buni hisoblaymiz. Demak, 8 faktorial taqsim 5 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial ko'paytirilgan 1. Demak, bu ikkalasi qisqaradi. Bu yerda 6, 7, 8 qoladi. 6 bilan 3 faktorial ham qisqaradi. Demak, bu 56 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda C javob to'g'ri bo'ladi. 12-chi masalaga yetib keldik. Bu yerda ham demak geometrik masala berilgan. O markazli chorak doira va AOB to'g'ri burchakli uchburchak berilgan. Agar BD kesma uzunligi 2 ga va AB gipotenuza 10 ga teng bo'lsa, rasmdagi S1 va S2 sohalar yuzlari ayirmasini aniqlang deyapti. Xo'p, bu masalani yechish uchun bizga demak nimalar berilgan? Birinchidan gipotenuza 10. Bu yer demak 2 ga teng. Radius bizda berilmagan, demak radiusni aniqlab olishimiz kerak. Bu yerda OA va ODlar radius bo'ladi. Bu yer 90 gradus. Demak, Pifagor teoremasi. Ya'ni radiusning kvadrati plus r plus 2 ning kvadrati teng 10 ning kvadratiga. Demak, r kvadrat plus r kvadrat plus 4r plus 4 teng 100 ga. 2r kvadrat plus 4r minus 96 teng 0 ga. Radiusning kvadrati plus 2r minus demak 48 bo'lar ekan, teng 0 ga. Bu tenglamani yechadigan bo'lsak, bizda r1 8 minusdan r2 esa 6 chiqadi. Endi bu musbat bo'lganligi uchun radiusni 6 ga teng deb olamiz. Demak, bu yer 6 ga teng, bu yer ham 6 ga teng. Va bizda uchburchakni bir kateti 6 ga, ikkinchisi esa 8 ga teng bo'lyapti. Xo'p, nima ish qilamiz qarang. Biz mana bu
sohani, ya'ni O, A, S, D sohani qandaydir S bilan belgilab olamiz. Va bizda S1 plus S bu chorak doira yuziga teng. Ya'ni pi ko'paytirilgan 6 ning kvadrati taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni 9 pi chiqar ekan. Ikkinchi tomondan S bilan S1 ni, ya'ni S2 ni yig'indisi endi to'g'ri burchakda 3 burchak yuzini beradi. Ya'ni 6 ko'paytirilgan 8 taqsim 2. Bu esa 24 ga teng bo'ladi. Endi biz bu ikkalasini ayiramiz. Demak, S'lar 0 bo'lib ketadi. S1 minus S2 bizda 9 pi minus 24 ga teng bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javob D javob bo'ladi. Xo'p, 13-savolda kesik konusga sharhlashtirilgan konus ustki asosining yuzi 25 pi ga, ostki asosining yuzi esa 81 pi ga teng. Shar sirtining yuzini toping deyapti. Demak, bizga sharning radiusi kerak. Demak, konus chizib olamiz. Va bu konus ichida demak shar joylashgan. Asosning yuzlari berilgan. Endi bular orqali radiuslarni aniqlab olish mumkin. Kichik asosning radiusi 5 ga, katta asosning radiusi esa 9 ga teng bo'lyapti. Endi bu yuz orqali topyapmiz. Xo'p, endi bunga demak shar chizamiz. Sharning radiusini topsak, demak uni sirtini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak bu yerda teng yonli trapeziya bo'ladi. Teng yonli trapeziyaga aylana chizilyapti. Demak, bu aylana orqali biz uni radiusini aniqlaymiz. Endi 4 burchakka aylana chizilgan bo'lsa, uning qarama-qarshi tomonlari yig'indisi teng bo'ladi. Bular endi yon tomon. Bu yer 5 ga teng, bu yer 9 ga teng bo'ladigan bo'lsa, sini qiymati demak 5 qo'shilgan 9 ga teng. Ya'ni 14 ga teng bo'lar ekan. Bu yer 14. Endi biz mana bu balandlikni tushiramiz. Mana bu uzunlik endi bizda 4 ga teng bo'ladi, chunki bu yer 9 ga teng edi, bu yerimiz esa 5 ga teng bo'lyapti. Shuning uchun buning uzunligi 9 ga teng. Bu orqali balandlikni Pifagor teoremasi orqali topamiz. 14 ning kvadratidan ayiramiz 4 ning kvadratini. Bu 196, bu esa 16. Ayiramiz 180 ga teng bo'ladi. Demak, h ning qiymati ilzosida 180 ekan. Xo'p, endi radiusimiz bu balandlikning yarmiga teng. Mana ko'ryapsizki, bu yer ham radius, bu yer ham radius bo'lsa, demak h taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu ilzosida 180 taqsim 2 ekan. Xo'p, endi shar sirtining yuzi 4 pi r kvadratga teng. Demak, 4 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan buning kvadrati 180 taqsim 4 bo'ladi. 4 lar qisqaradi. Demak, bizda 180 pi hosil bo'ladi. Bu esa B javobda berilgan. 14-savol. Xo'p, differensial tenglama 2025-yil demo testda berilgan. Bu yerda bu mavzu kuzgi attestatsiya nimasidan olib tashlangan, mavzular ro'yxatdan olib tashlangan, lekin demo testda berilgan ekan, nimagadir, shuning uchun buni ham ko'rib ketamiz. Xo'p, demak, x y shtrix o'rniga bilasiz, differensial tenglamada dy taqsim dx qo'yiladi. Ko'paytirilgan demak dy taqsim dx. Bu teng ekan, demak minus y ga. Xo'p. dx larni bir tomonga, y dan ikkinchi tomonga o'tkazsak, bizda dy taqsim y teng bo'ladi 1 taqsim x minusdan dx bo'lar ekan. Demak, ikki tomondan integralga olamiz. O'shanda bu tomonda y, ya'ni natural logaritm y qoladi. Bu tomonda minus natural logaritm x plus qandaydir s1 qoladi. Xo'p, bundan esa buni quyidagi ko'rinishda yozamiz. Natural logaritm y deymiz. Teng bu natural logaritm 1 taqsim x bo'ladi.
plyusdan qandaydir natural logaritm s deb olamiz. Mana bu s1 ni mana bu ko'rinishda yozib oldik. O'zgarmas son bo'lganligi uchun xohlagancha yozamiz. Xo'p, demak natural logaritm y natural logaritm s taqsim x ga teng bo'ladi. Natural logaritm tashlab yuborsak y teng s taqsim x bo'lib qoladi. Demak bizda bu javob A javobda berilgan. 15-savol. Xo'p, ikkita ketma-ket natural sonlar uchun ularning e kubi x-14 ga, e kubi esa x+5 ga teng bo'lsa, a plus b yig'indi nimaga teng? Xo'p, bular ketma-ket sonlar. Masalan, a soni qandaydir n bo'ladigan bo'lsa, b soni n plus 1 ga teng bo'ladi. Bilamizki, bular ketma-ket bo'lganligi uchun ularning e kubi 1 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu x-14 1 ga teng bo'lyapti. Bundan esa x ning qiymati 15 ga teng bo'ladi. Xo'p, e esa ularning ko'paytmasiga teng. Chunki bular o'zaro tub sonlar bo'ladi, ketma-ket sonlar. Shuning uchun e ni hisoblaganda n ko'paytirilgan n plus 1 teng x plus 5 ga. X bizda 15 ga teng. Demak, x plus 5 bo'ladigan bo'lsa, bu 20 ga teng bo'ladi. Endi bu yerdan n ni 4 ekanligini aniqlaymiz. Demak, a soni 4 bo'lsa, b soni 5 ga teng bo'ladi. Va ularning yig'indisi 9 ga teng bo'ladi. Ya'ni 9 degan javob bizda S javobda berilgan. 16-savol. Quyidagi rasmda har bir katta, o'rta va kichik qozon uchun bitta katta, ikkita o'rta va 3 ta kichik kastrulkalar va qopqoqlar taqdim etiladi. Bu qopqoqlar bir xil o'lchamdagi idishlarni yoki o'z hajmidan kichikroq idishni yopishi mumkin. Lekin ular kattalaridan deydi. Ya'ni o'zini kattaligidan kattaroq bo'lgan idishni yopa olmaydi. Bu tushunarli. Shunga ko'ra, tasodifiy tanlangan qopqoqning tasodifiy tanlangan qozonni yopish ehtimolligini aniqlang deyapti. Xo'p, o'zi e'tibor beradigan bo'lsak, bizda bitta katta qopqoq berilgan, bitta o'rtancha, bitta kichik qopqoq berilgan. Mana bu katta qopqoq nechta kastrulkani, ya'ni qozonni yopishi mumkin? Bu yerda, demak, birinchi katta qopqoqimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasini yopishi mumkin. Xo'p, o'rtanchasichi? Ikkinchi qopqoq deymiz buni. Bu demak 1, 2, 3, 4, 5 tasini yopishi mumkin. Kichik uchinchi qopqog'imiz demak 3 tasini yopib oladi. O'z hajmiga teng bo'lgan. Endi ehtimollik haqida gap ketyapti. Ehtimollikni aniqlashimiz uchun biz mana bu mumkin bo'lgan hodisalarni qo'shamiz bir-biriga. 6 ni, 5 ni va 3 ni. Va jami hodisalar soniga bo'lamiz. Bu yerda jami hodisalar nima bo'ladi? Birinchi qopqoq 6 ta, ikkinchi qopqoq 6 ta, uchinchi qopqoq 6 ta imkoniyati bor. Demak, bu yerda 18, bu yerda esa 14. Demak, 7 taqsim 9 ga teng bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob S javob bo'ladi. Demak, shu bilan ikkinchi testimizni yakunladik. Savol yoki tushunmagan joyingiz bo'lsa, guruhga bemalol yozsangiz bo'ladi, ustozlar.